Salom. Hozir bitta zo'r narsalarni ko'rib qoldik. Здоровый перекус degan qo'lim qimirlab ketdi. Mana bunaqa narsalar chiqibdi. Bu kuragali, mana bu сушеный дыни и bu яблоко и limon. Hozir uchalasini ham olib ko'rib, uyda yeb ko'ramiz. Narxi 3700 so'mga. Endi esa sizlar bilan birga olganimizni yeb ko'ramiz. Medalyoni deb yozilgan ekan. Bularning otlari mana. Uchalasini ham oldim. 3 xilini ham yeb ko'ramiz. Qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi mana bunaqa dumaloqchi bo'lar ekanda. Haqiqatdan kuragalni hidi shundoq kelyapti. Faqat kuragani o'zi emas ekan. Ichida har xil bu nimalar bor ekan. Yong'oqchilar mayda-mayda. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatdan mazali ekan. Keyingisi bu dinyali. Mana shuni yeb ko'rmoqchi edim. İçida sedana, oq sedana, suxa fruktlarda ichida aralashtirgan. No, основной massasini именно dinya qilgan, сушеная dinya qilgan. Keyingisi bu olma bilan limon. Bu ajoyib. Bismillahirrohmanirrohim. Uchalasini ham yeb ko'rdim. Eng yoqqani birinchi o'ringa men nimani qo'yaman? Сушеный dinyani, chunki o'zim xohladim buni. Mazasi zo'r, ham juda ham menimcha foydali bo'lgan narsa. Puliga ham arziydi, ham o'zi ham перекусga zo'r narsa-da. Keyingisi limon bilan yabloko, juda ham необычный vkusi. Ichida bunda ham kichkina yong'oqchalari bor, har xil narsalar bor. Suxa fruktlar qo'shilgan, maydalangan. Lekin bunda limon bo'lgani uchun kedr bor. Bu limonning kedrini ham kichkina to'g'rab solishganda, mazasi qanaqadir необычный kelib turibdi. Ammo bu kuragani o'zi основной vkusi kuraganiki, qolgani yong'oqchalar mana shunaqa. Bunda ham xuddi shunaqa. Suxa fruktlar ichiga mayda-chuda qilib qo'shilgan. Olib ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha